Bugun günimizdagi bir qism to'ylarda naqsh usul va tansipanslardan cho'ng bir fojia bo'ladi. İnsan hayotidagi eng muhim, eng xushal va ulug' kunida bir odamning dindan chiqib ketishi, kofir bo'lib ketishidan cho'ng fojia bo'lmasa kerak. Xushallik kunda Allohni unutib, qiyinchilik kunlarda Allohga eslash bu Qur'onda so'kilgan kofirlarning axloqi. Toy günü insan hayatındaki en xushallik ve en hayajonli kunlarning biri. Shundaqla inson hayotining burilish nuqtasi. Yangi bir hayotga qadam qo'ygan tunji kun. Bir musulmon uchun elib aytgan vaqtimizda dinning yerimi to'liq bo'ldigan, mukammal bo'ldigan kun. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom an-nikahu sunnati, nikoh ya'ni to'y mening sunnatim deb atagan bir musulmonga nisbatan ibodat kuni. Ya'ni to'y bir ibodat. Ma'lum bir gunohni qilish odamni Allohning azobiga loyiq qiladi. Ammo gunohni ibodatga aralashtirib qilganda xarakteri texmi xatarlik bo'ladi. Masalan, boshqa chaqda haroq ichish bir gunoh. Arafat kuni va yoki zuhurlikda haroq ichish texmi cho'ng gunoh. Bugun kunimizdagi ba'zi kishilar to'yning bir ibodat ekanligini unutishib, u kunni nima ish qilsa to'g'ri bo'ladigan bir kunga aylantirmoqda. Ya'ni halol kunga aylantirmoqda. Aslida bundoq bir ulug' kunda bu xushallikni nasib qilgan Allohga isyon qilinmasligi, aksicha bu kunga erishtirganlik uchun Allohga shukr qilinish kerak edi. Chunki musulmon qiyinchilik kunlarida sabr bilan imtihon qilinsa, xushallik kunlarida shukr bilan imtihon qilinadi. Shukrning aqalliy talabi bo'lsa, berilgan ne'matni gunoh ma'siyatga ishlatmaslik. Bundaq bo'lgan ekan, to'ydan iborat bu xushallik kunning shukrisi u xushallik kunga yetkazgan Allohga osiy qilmaslik bilan bo'ladi. Aksicha bo'lganda, ya'ni shukr qilinmagan vaqtida, ya'ni berilgan ne'matga gunoh aralashtirilgan vaqtida Allohga tuzkorlik qilgan bo'lamiz. Tuzkorlik bo'lgan yerda xushallik davom qilmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Agar shukr qilsanglar, ya'ni bergan ne'matimni to'g'ri yo'lga ishlatsanglar, u kunda Allohga tuzkorlik qilmasanglar, ne'matni texmi ziyoda qilaman. Xushallikni texmi ortiq qilaman. Agar tuzkorlik qilsanglar, ya'ni bergan ne'matimni gunoh ma'siyatga ishlatsanglar, mening azobim nihoyat qattiq deydi. Shunga qo'limizdagi ne'matlardan ayrilishni xohlamasak, Allohning azobi qilishni xohlamasak, hayotimizdagi buyuk ne'mat va ibodat kuni bo'lgan to'y kuniga harom aralashtirishdan saqlanishimiz kerak. To'ylarda ayollar aralashib usul o'ynash va tans o'ynash bugun kunimizdagi to'ylardagi Alloh qilingan eng cho'ng osiylik. Shundaqla bu hayosizlikning boshlanishi. Bu ish jamiyatimizda qanchalik keng tarqalgan bo'lsa tarqalsin, bu o'xshashlar harom. Butun dunyoda kishilar qilgan bo'lsin, yanada harom. To'ydan iborat bu ibodatga bundaq harom aralashtirish eng cho'ng gunohdir. Jamoat cho'nglarini, diniy olimlarni chaqirib, ularning oldida bundaq gunohlarni oshkor elib berish dinning simvollari qilingan haqorat. O'zini diniy olim, shundaqla o'zini bir musulmon deb qaragan kishi bu xil gunoh so'rinlarga berishi va bu xil to'ylarga berishi aslo to'g'ri emas. Agar u odamning berishi bilan u gunohlar to'xtasa va yoki u gunohlarni to'xtalsa, ba'zi bo'ladi va shundaqla berish kerak. Ammo o'zi bilmay berib bo'lgandan keyin undaq gunohlar sodir bo'lsa, aqalliy talabda u so'rindan chiqib ketish kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qandaq bir odam bir munkarni, bir gunohni ko'rsa, uni qo'li bilan tuzatsin, qo'li bilan to'ssin. Agar qodir bo'lmasa, uni so'zi bilan to'ssin. Ya'ni bu xato, Alloh qilingan isyon deb uni to'ssin. So'zi bilan to'siyamasa, qalbida norozi bo'lsin. Qalbida norozi bo'lganligi iymonning eng ojiz ekanligini isboti edi. Qalbimizni norozi bo'lish qanday bo'ladi? U yerda o'ltirmaslik, u yerda chiqib ketish bilan bo'ladi. Men qalbim norozi deb qo'yib, hech kim majburlamasmi? U yerda ixtiyorligimiz bilan yana o'ltirishni davom qilish qalbimizning uningga norozi bo'lmaganligini ko'rsatadi. Bugun kunimizdagi bir qism to'ylarda naqsh usul va tansipanslardan cho'ng bir fojia bo'ladi. Buni fojia deb atishimning sababi inson hayotidagi eng muhim, eng xushal va ulug' kunida bir odamning dindan chiqib ketishi, kofir bo'lib ketishidan cho'ng fojia bo'lmasa kerak. To'g'ri, xato anglamadingiz. Bir odamning dindan chiqib ketishi, kofir bo'lib ketishidan cho'ng fojia bo'lmasa kerak. Bir qism xonim qizlarimiz to'y kuni girimlarining buzilib ketishini ansirab, shu bir kuni namoz o'qimaydigan ahvol bor ekan. To'g'ri, shu to'y kunisi qilgan girimining buzilib ketishidan ansirab namoz o'qimaydi ekan. Ey girimining buzilib ketishini ansiragan hamshira. Girimingizni ansiraganchilik iymoningizni ansirdingizmi? Girimin buzilib ketmasin deb namoz o'qimabsiz. Ajaba iymoningizning buzilib ketishini ansirmadingizmi? Namoz demak iymon demak. Namoz iymonning yana bir ismi. Bir kun namoz o'qimaganga nima bo'pti demak. Payg'ambar alayhissalom hadisda qandaq bir odam namozni qasddan tashlasa, u odam kofir bo'ldi. To'g'ri, kofir bo'ldi deydi. Yana bir hadisda kofir bilan, kufr bilan shirkning o'rtasidagi farq namoz deydi.
Bir adamning hayoti uchun nafas qanchalik muhim bo'lsa, bir musulmonning iymoni uchun namoz shunchalik muhim. To'y kuni girmin buzilib ketmasin deb namoz o'qimagan hemşire. Allohga darhol tavba qiling. Tehi to'y qilmagan hemşire. To'y kunidagi girimchilik qimmati bo'lgan iymoninglarning sizlarni jannatga akirishiga ishonamsizlar? Ala inna salatallahi g'aliya. Diqqat, Allohning bizning iymonimiz badaliga beradigan narsa qimmatlik. Ala inna salatallahi al-janna. Diqqat, Allohning bizning iymonimiz, namozimiz badaliga beradigan bo'lsa, u mengulik yashaydigan, o'lim bo'lmagan, g'am qayg'u bo'lmagan, mengu abadiy xushal yashaydigan jannat. Qimmatlik narsaga undaq arzon iymon bilan erishgili bo'lmaydi. Vatanimizda ommaviy so'rinda namoz o'qiganligi uchunlar nurg'ulg'an kishilar qamoqqa ilinmoqda. Siz-chi namozingizni bir kunlik girmingizga tegishamsiz? Namozni himoya qilgan odam iymonni himoya qilgan bo'ladi. Shuning uchun namozning iborat bu muhim ibodatni bir qatimliq girimga tegishib, bu xushallik kunda, bu ibodat kunda, bu baxtlik bo'lgan kunda abadiy baxtsizlik yo'lga minib qilishdan qattiq saqlaning. Xushallik faqat to'y kuni bir kun bilan tugamaydi. To'ydan keyin hayot davomlashadi. O'lim bor, hisob bor, saqar ismli do'zax bor. Saqar ismli do'zaxga tashlangan kishilar bo'lsa, namozni qasddan tashlagan kishilar. Jannat ahli saqar degan do'zaxda azoblanayotgan kishilarga qarab, "Ma salakakum fi saqar?" Sizlar nim bu saqar degan bu do'zaxga tushib qoldinglar deb so'raydi. Saqar degan bu do'zaxda azoblanayotgan kishilar bo'lsa, "Qalu lam nakum minal musallin." Biz namoz o'qimabdi ekanmiz, namozni qasddan tashlabdi ekanmiz. Demak, namozni qasddan tashlash bizning do'zaxiy bo'lib ketishimizga sabab bo'ladi. Shundaqla 4 mazhab imomlaridan Imom Ahmad Hanbal bir odam namozni qasddan tashlasa, ya'ni turmida emas, o'shidan ketmaklik, uxlab qolmoqlik, ya'ni erkinlikka botirib, har xil aqmas bahonalar bilan namozni tashlagan bo'lsa, bu odam kofirdir. Xushallik kunda Allohni unutib, qiyinchilik kunlarda Allohga eslash bu Qur'onda so'kilgan kofirlarning axloqi. Alloh taolo Qur'on Karimda fa iza rakibu fil fulki da'awulloha muxlisina lahud-din falamma najjahum ilal barr idahum mushrikun. Ular kemiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqgan vaqtida Allohga kamoliy ixlosi bilan iltijo qiladi, duo qiladi, Allohga yaqinlashadi. Alloh ularni aman eson quruqlikqa chiqarganda bo'lsa, ya'ni xushallikqa yetkazganda, har xil balo qazodan qutuldirganda bo'lsa, Allohni unutib Allohga shirk keltiradi. Zulmni ko'rganda Allohni aslab, xushallik kunlarimizda bo'lsa, Allohni unutish aslo mu'minning sifati emas. Bu bir manfaatparast shaxsiyatchi kishining sifati. Haqiqiy mu'min qiyinchilik vaqtida Allohga eslagandek, xushal vaqtida Allohni unutmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda sen xushal vaqtida Allohni muhofazat qil, ya'ni xushal vaqtida Allohni unutma, Allohning deganlarini qil, Allohga isyon qilma. Ya'ni to'y kuniga o'xshash xushallik kunlarida Allohni unutib, Allohga osiylik qilma. Mushundaq qilsang, ya'ni xushallik kunida Allohni unutmasang, Allohni tunusang, Alloh taolo sana qiyinchilik kunlarida yordam beradi. Ya'ni Alloh taolo seni qiyinchilik kunlarida seni qiyinchilik ichiga tashlab qo'ymaydi, sana yordam beradi deydi. Bu hadisning aksi ma'nosiga borsak, agar sen xushallik kunlarida Allohni unutsang, Allohga osiylik qilsang, Alloh taolo seni qiyinchilik kunlarida qiyinchilikni tashlab qo'yadi, duoyingni ijobat qilmaydi. Demak, duoyimizning ijobat bo'lishi, shundaqla qiyinchilikda qolgan vaqtimizda Allohning bizga yordam berishining sharti xushallik vaqtimizda Allohni unutmaslik, Allohga osiylik qilmaslik. Alloh taolo hammamizni qiyinchiligimizda Allohga yalingandek, qiyinchiligimizda Allohni unutmagandek, xushallik kunlarimizni Alloh buyurgandek o'tkazadigan haqiqiy musulmon, haqiqiy mu'minlardan qilsin. Biz to'y kunimizni Alloh buyurgan shaklda o'lchamlik o'tkazib bo'lgandan keyin bir oila kirgan bo'lamiz. To'y qilib tunji yilisi, ya'ni birinchi yilisi nihoyat xushallik ichida o'tadi. Chunki o'g'ilmi qizg'in, qizmi qizg'in. Bu vaqtda har ikkilisi huquqini talab qilib emas, fazilat bilan yashaydi. Ya'ni men unga yaxshilik qilib olsam bo'ldi, u men bunga yaxshilik qilib olsam bo'ldi degan bundaq fazilat yashaydi. Shunga ba'zi yoshlar to'y qilib 1 yil ichida balduroq to'y qilsam bo'pti-ekan deydi. Ammo 1 yil o'tgandan keyin, ya'ni har ikkilisi o'ziga kelgandan keyin asli holatiga qaytadi. Bu vaqtda oilada ba'zi surkilishlar chiqishga boshlaydi. Buning sababi asosli er o'zining oiladagi mas'uliyatini tunmaganligi va uni ado qilmaganligi sababli bo'ladi. Va shundaqla qizmi o'zining oiladagi mas'uliyatini tunmaganligi va uni ado qilmaganligi sababli bo'ladi. Turmush ikki payliq oyoqqa va yoki ikki chaqliq harvaga o'xshaydi. Ikki chaqliq harvaning bir chaqi mingib, yana bir chaqi mangmasa, bu harva oldiga mangmaydi. Turmushning oldiga mingishi uchun, ko'ngilsizliklarning bo'lmaslik uchun xuddi harvaga o'xshash ikkili chaqi ravon mingish kerak. Shundaqla harvaning ikkili chaqi o'zining rolini joriy qildirish kerak. Undaqda turmushda o'g'ilning mas'uliyati nima va shundaqla o'g'il turmushda diqqat qilishga tegishli ishlar qaysi? Qizning mas'uliyati nima? Qiz turmushda qaysi ishlarga diqqat qiladi? Bu haqda kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.